Assalamu alaikum ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Yoshlar va da'vo programmamizga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshin Idiqot. Bugungi programmamizga Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasining raisi Nadir Abla qarindishimizni bugungi programmamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. Ko'p rahmat aytamiz. Taklif qilganingizga rahmat. O'zingizni qisqacha bir tunishtirib o'tamsiz. Mening ismim Nadir Abla. Ben 2015-yili vatandan chiqqan bo'ldim. Ondan burun Turkiyaga 2014-yili qishda chiqqan. Birinchi qitim chet elga chiqishim hisobda erkin dunyoga chiqishim shu vaqtida bo'ldi. Norvegiyada endi yashab kelgan. Ondan keyin vatanga bir qaytdim. Qaytib 2015-yil Norvegiyaga chiqdim. Hisobda Norvegiyada yashayotqili 8 yildek bo'lib qoldim. Endi hozir Norvegiyada o'qiyapman. Universitetda o'qiyapman. Ondan sırt şu Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasiga endi bu yildan boshlab xizmat qilishga boshlab 7-oyda saylan bilan biza yetki saylanib endi rasmiy vazifa ilib ustimizga xizmat qilyapmiz. Xizmat ag'ayaqi qanday xizmatlarni qildingiz? Endi xizmat ag'alamda uzoq bo'lmadi-da 7-oyninki 5-kuni rasmiy saylanib xizmat qo'limizga oldik. Ondan keyin bu uyushmani qo'limizga olgandan keyin Turkiyadan yoshlar keldi dedik. O yoshlarga faoliyat o'rlashtirdik. U yerdagi yoshlarni yana shu Norvegiyaning jamiyatiga kirish va bizningki u yerda qilayotgan da'volarimizga tunishtirish, bizning u yerda qanday bir jamiyatlarimiz bor, yoshlar qanday bir shaklda bir-birimiz bilan aralashib o'tyapmiz degan shaklda shu faoliyatlarni qilgan bo'ldik. Undan boshqa hamda da'vo jihatdan biz bir necha qitim hamda shu namoyish qilgan bo'ldik, information stand shaklda hamda shu yerdagi xalqlarga hozirgi vatanimizningki shu chekayotgan zulmlarimizni ham nima uchun mushta zulmni chekayotganimizni anglatgan bo'ldik. Siz vatandan qachon chiqdim dedingiz? Qancha yili? 2015-yili 1-oyda chiqdim. Chet el chiqishni o'ylab qolibsiz, chet el chiqishni o'ylab qoldingiz? Buni deb kelsak, amaliyotda 2000 uni burundan mening kichikimdan dadam to'xtamay deydigan shu masalan chet elga chiqma deb. Endi dadam bek endi mundaq milliy g'ururlik bir oilada yetilib o'sgan bir odam. Kichikimdan menga mushta bizningki Xitoy bilan farqligimizni, bizning ular bilan bir emas ekanligimizni ham o'zim xanzuch o'qigan, Xitoy maktabda o'qigan. Xitoy maktabda o'qish jarayonida kollej yurish bo'ldi ham Xitoycha maktabda mushtaq biz Xitoy bilan bir bizning vatanimiz Xitoyninki degandek mushtaq tarixlarni o'tildi. Lekin dadam o'zining barliq tirishchanligi bilan endi udul deyamizmi, mushtaq yo'gab akab bizningki vatanimizning borlig'ini, bizningki Uyg'ur bular bilan farqli turdig'imizni tushuntirishga tirishgan. Hammadan esimda qolgan bir qitim biz Turpanda bir masjidga berib qoldik. O masjidning ichi butun bizning bayroqning rangida bo'yalgan ekan, o masjidning tomlari. Shu vaqtda kirgan vaqtida qat'iy bu umrimda esimdan chiqmaydi. Shu tomni ko'rsatib turib, bizningki bir bayrog'imiz bor, balam. Bizningki bayrog'imiz mushning rangida. Turkiyaning bayrog'ini bilamsan dedi. Bilaman dedim. Desem bizning bayrog'imiz mushundaq rangida, lekin Turkiyaning bayrog'iga o'xshash deb shu vaqtda deb bergan menga. Lekin u chaqda men kichikdim, ham tushunmadim nima deydigan domining budida. Bizning bayrog'imiz qizil tursa, bash yulduzliq bayroq tursa, bu bizning bayrog'imiz degan qanday gapdi deb nim qildim. Lekin havisim bor chet elga chiqadigan qilmay, chet elga chiqib yashasam bo'ldi. 2014-yili birinchi qitim Turkiyaga chiqqan bo'ldim. U chaqda ham shu Turkiyada ishlaydi. Chiqqan zamatlam, endi erkin dunyoga chiqqan bo'lam, men sana burun deb bermaydigan narsa, endi ko'rsatib qo'yay deb. Menga butun vatanninki to'g'riliq, burunqi tarix to'g'riliq, bizning vatanning qachon qurilganini, qanday qurilganini, hozir qanday besilib qolganini, ham qanday zulmlarni chekayotganimizni hammani shu yerda menga ko'rsatgan bo'ldi. Shuning bilan men Turkiyada 1,5 oydak turdim u vaqtida, 2014-yili. Anandan keyin 1,5 oy turib, ishim bu yerda ishim bitmay, yana qaytadan zo'rlanib qoldim-da. O chaqda yo'lga sog'aqdim dadam vatanga berib, har gün hech qanday odamga, hatto opangimi bu to'g'riliq hech qanday qilsang bo'lmaydi. Cho'qim o'zingni besvab ketishing kerak deb, turishing kerak bu yerda dedi. Yana bir qitim chiqqicha cho'qim o'zingni besvab tur dedi. Tamam deb qaytdim. Lekin u chaqda yosh, meningki 17 yosh, 16 yosh vaqtlarim. U chaqda bak yoshdim, men ishlarni bilgandan keyin vatanga borsam, Xitoyning hammasi
hesapda ko'zimga cho'shqili ko'ringan bo'ldi-da, u yerda qat'iy o'tiramadim hamda ham maktabga berib Xitoylarni urib qo'ygan bo'ldim. Maktabda hatto muallimlarim boshqara olmaydigan holatga kelib qoldim. Ham kunda uyga kelsam, opamning beshini og'ritib, men chet elga chiqib ketmasam bo'lmaydi deyolmayman-da, nima uchunligini, lekin men chet elga chiqib ketmasam bo'lmaydi deb. Bir yil askar qilgan bo'ldim hesabda u yerda. Agar turavergan bo'lsam, endi ishim chataqdi-da. Lekin shunday qilib, endi hesabda 2015-yili uydagilarning yo'l sayısida endi yo'l qilib Norvegiyaga chiqqan bo'ldik. Ailengiz bilan chet eldami yoki vatanda qolib qoldimi shu vaqtda? Ailem bilan hammamiz tang chiqqan. Shu chaqda dadam burundan shu chet elda ishlaydi hesabda. U davlatda, bu davlatda o'zi oshpazlik qilib ishlaydi. Shuningga dadamning bir qism yo'llari batida chet ellarga chiqadigan. Shu 2015-yili Yevropaga chiqadigan nim qilib, bir oylik ishlarimiz hammamiz chiqib ketdik. Lekin 2020-yili dadam vafot bo'ldi. Shu Norvegiyada. Shuning bilan hozir ham hesabda opam bilan singlim bor. Alloh yetgan jannat qilsin inshaalloh. Amin. Bu da'voga kirish yo'lingizda shu dadangizdan sizga bergan shu darslar deb bilsak bo'lamdi. Ashtar desekmi bo'ladi. Shu ishlarni o'rgangandan keyin Turkiyadan keyin hamda bir millat g'urur, bir vatanparvarlik shu chaqda hamda ichimda paydo bo'ldi desekmi bo'ldi. Ondan keyin Norvegiyaga chiqdim. Ham Norvegiyaga chiqib birinchi yilisi, ikkinchi yilisi shu jamiyatga kirishga tirishdim, shu jamiyatning tilini o'rganishga tirishdim. Ondan keyin bir qism ishlarim hammasi tartiblari bo'lgandan keyin da'vo qilishga boshladim bu yerda. Shu yerda da'vo qilayotgan insonlarning orqaga kirib, birinchi bo'lib shu Norvegiya okrug komitesining keyinda turib da'vo qildim shu yerda. Bergen degan bir shaharda o'qib o'qiyotgash, shu yerda da'vo qilgan bo'ldim. Lekin bu da'vo qilish jarayonida o'zimni shunchalik bechora his qildim rost gap qilsam. O chaqdaylikqa kamplar yangidan qurilib, 3 million Uyg'urlar mushta kampga chiqyapti, u degan gaplar bo'ldi. U nima endi ko'chaga chiqib mushta shu yerdagi xalqlarga uqtirishga shu yerdagi xalqlarga bildirishga tirishdim. Lekin u jarayonda birinchidan o'zimni yomon bechora his qildim. Chunki u yerda haqoratlaganlar bor, u yerda men degan gapimga ishonganlar bor, ishonmaganlar bor. Rasm tatgan, uni buni qilganlar bor. Ondan keyin ikkinchidan qat'iy bu qilayotgan da'vorimningki bu vatanimniki mustaqillik bilan nima munosabati borligini bir o'ylayman, ulashtirolmadim. Shuning bilan men da'vodan bir mazgil to'xtab qoldim. 1-2 yil u yerda qilib ish qana qish kalamda o'tmadi u yerda. Bu men nima ish qilyapman, men qanday da'vo qilyapman. Hem bu nima degan bechorachilik, men nima degan bir bechora inson shu xalqniki davlatiga kelib, yana xalq tilamchilikda ko'chaga chiqib, menga yordam qilib qo'ysanglar bo'pti-ki. Mening odamlarim meniki shu qarindoshlarim oyani menda izlab ketib bordi deb bechorachilik shu xuddi ko'chadagi tilamchiliklar. Shunda o'zimga shunda bilinib ketdi. Shuning bilan da'vodan to'xtagan bo'ldim. 1-2 yil to'xtadim. Keyindan 2020-yilda deb o'tgandek dadam vafot bo'ldi. Shuning bilan bir kun dadamningki shu nimalarni telefondagi albomlarni uni buni radlagan vaqtida dadamningki shu hayotning oxirgi bir necha kunda bir tatgan videosini ko'rib qoldim. U videosida dadam qarindoshlari borda vatanda, bular 4 qarindosh, yana qolgan 3si vatanda. Bu qarindoshlar tatgan bir tal videosi bor ekan. Bu videosi debdi, men sizlarni bek sevgandim. Lekin men sizlar bilan hech qanday aloqa qurolmadim. Men shu videolarni ko'rishinglarni umid qilaman. Men sizlarni yomon bek sevgandim deb shunday bir tal videosini ko'rib qoldim yerda endi. O videosini ko'rib biz chet elga chiqqandan keyin shu dadam tarafdagi, onam tarafdagi shu butun urug' tuqqanlarni bizni yuvib chiqarib etgan. Hech qanday bir aloqamiz uzilib ketganda u yerda. Uning ustiga meniki da'vo qilgan sabablarim bo'ldi. Ham dadamni burundan bek aktiv bu jihatda namoyishlar bo'lsa chiqib qilgandan keyin ham o videoni ko'rgandan keyin menga bek cho'nqur ta'sir qildi-ku. Mening dadam, mening opam mushunchalik zulmni, mushunchalik qurbonlikni berib, mushunchalik zulmni tatib, hatto umrining eng oxirida o'ziniki urug' tuqqanlarga, o'zining qarindoshlariga bir xo'shmi deb qo'yamadi-ku, bir qilolmadi. Uni ko'rgan bilan shunchalik bir yurkim bir jig'ildab ketdi. Andan keyin shu Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasininki qilayotgan ishlarini ham men nima qilib turgan, kuzatib turgan, qanday nima ish qilyotdi. Bularning qilgan ishlari menga shunda bir ma'nilik, ham meningki o'ylagan yerimdan qilayotgandek his qildim. Shundan men ularni istab borgan bo'ldim. Men bu ishlarga nima ish qilib bera olayman, men bir ish qilib bersam bo'ldi deb.
Ular şunda qizg'in qarshi oldi, shu yerdan boshlab meni tarbiyalagan bo'ldi, menga to'g'ri bo'lgan ideyalarni o'rgatgan bo'ldi. Shuning bilan hisobda rasmiy hozir davoga kirgan bo'ldim. Maşallah. Abay siz üniversite okuvatmen dediniz. Etrafınızdaki şu Norvegiyalik ki bizim dava olan pozisyası kandarak. Mesela biz ulan Müslüman emes mi? Bizim Müslüman ikelliğimizi deseniz kandarak ifade bildirdi. Xitayni yaxshi ko'ramni ko'mamdi mesela. Endi Norvegiyada umumimizda Xitoy bilan bek bo'libmi hukumatniki munosabati bek yaqin deb o'ylayman. Chunki bularningki har xil shu savdo munosabatlari bor. Undan keyin fuqarolarmi amaliyotda bizniki da'vo qilishimizning uslubimi hamda burundan tortib shu inson haqlari degan bir asosli ayqin bo'lib qolganda. Shunga Norvegiyada Sharqiy Turkiston degan vaqtida hamda hisob hech kim tonimaydi. Lekin Uyg'ur desek, hamma inson tanıydı endi. Muşta bir zulm chekayotgan, muşta bir nim qilayotgan bir oz sonliq bir millat deb tanıydı daviyada. Norvegiyada. Hammadan tanıydı, hammadan bir bechara bir xil holatda his qiladi. Lekin bizga bak cho'ng bir nima bo'lmaydi deyapti-ku. Bular bir bechara mana bir ezilayotgan millat. Qo'limizdan kelishicha bir yordam qilib qo'yamiz dedi. Lekin xuddi hamda tilamchilar kelib menga biza yordam qilsangiz kelsa chiqdim bir TL chiqarib berganga o'xshash. Hamda yana chiqdi 100 TL bo'lsa bir TL chiqarib beramiz o tilamchiga. Shunchalik bir shaklda hamda Andam ifade bildirdi. Shunchalik ifade bildirdi, shunchalik yordam qila oladi hamda. O yerda xil musulmon tashkilotlar bor deymi? Norvegiyada hamda hozir musulmonlar shu janglardan keyin Yevropaga musulmonlarning yaqinbek cho'ng bo'ldi. Hozir hamda 25% insan hesapta Müslüman ki hazır Norvegiye'de. Maşallah. Xil yuqulagan alımı yoki aslida atmaşamı? Yo'q, burun bek azdı. Burun Norvegiye'de o'zi bir Hristiyan davlat, lekin shu 2000 yildan keyin shu musulmonlarning iqim bilan hesapda jiqib ketdi hozir. Norvegiyada 25% nimani egallaydi. Maşallah. Bundan keyingi planlarınız, arzularınız bormi? Bundan keyingi arzularim bo'lsa, menimcha shu yoshlar uyushmasini qo'lga olgandan keyin bizniki hamda o'ylaydiganimiz bizning Sharqiy Turkistonning bir besib olgan zaminligini hamda xalqqa shu bo'libmi hamda hozir davlat ichida qilyapmiz bu ishlarni. Shu yerdagi xalqlarga Sharqiy Turkiston degan bir besib olgan zaminligini tunishtirish. Meniki hammadan cho'ng arzuim. Hamda chunki biz vatanni ozod qilish uchun, biz vatanni qo'limizga olish uchun cho'qim bu yerda bir balkim qurolliq bir jang bo'lib qolishi mumkin keyin nimada yoki har xil shaklda bir kuchli bir holatda bo'lish kerak. Uningga biz tayyor bo'lishimiz kerak-ku. Agar bu xalqarada bizniki Sharqiy Turkistonniki bir besib olgan zaminligini e'tirof qilmagan shaklda, masalan biz qo'limizga qurol ko'tarib chiqib, men Xitoy bilan urushmayman desa, biz askop qolamiz u yerda-ku, biz terrorist bo'lib qolamiz. Shuning uchun mushta nimalarga tayyor bo'lish uchun mencha Sharqiy Turkistonning bir besib olgan zamin ekanligini xalqlarga tunishtirish ham e'tirof qilg'izish mencha bek muhim deb o'ylayman. Bizmi shu yoshlar Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasi qo'limizga olgandan keyin bizning tutgan yo'limizmi shu. Yana burungi konlarningki sunnat va Qur'onga zid ish qilmaymiz. Hem Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun ish qilamiz degan shaklda birinchi qadam Sharqiy Turkistonning bir besib olgan zamin ekanligini yana xalqqa jakalash ham shularga e'tirof qilg'izish bo'ladi. Meniki hamda hozir bo'lgan eng cho'ng arzuim shu. Maşallah. Allah razı olsun. Ekrandaki yaşlarımızga deydigan yürek sözünüz bormi? Ekran oldidagi yoshlarga mening deydiganim shu bizniki da'voda bek bir xato yo'nalishda minib qolgan ahvollar jiq, bek ishki bo'lgan ziddiyatlar, jangichilar bek jiq. Biz yoshlar bir o'xshamaydigan uslubda yangilik yaratib, bir yerda turib, bir uyushgan holatda bir davoni yana bir yuqori bir qism bir qatlam ko'tarib, yangicha bir ish qila olsak deb o'ylayman. Yana Sharqiy Turkistonningki mustaqilligini ko'zlab turib bir ish qilsak deb o'ylayman-ku. Shu Yevropa deymiz, g'arb davlatlarininki interest orqali emas, bularniki nimaga qiziqdi, bular qanday qilsak bular xo'sh bo'ldi deganni ko'zlab turib emas, balki Sharqiy Turkistonningki mustaqilligini ko'zlab turib, hammamiz birga kelgan holda bir ish qilsak deb o'ylayman. Rahmat, Allah razı olsun.
İnşallah bütün yaşlarımızınki muşu sizin degan gapingizdek shu yo'lga kirib, shu Sharq Turkiston davosiga kirib, mayli hozir yangi kirgan bo'lsin, mayli davodiy qarindoshlarimiz bo'lsin, hammamiz bir yo'lga kirib, vatanimiz Sharq Turkiston uchun kecha kunduz xizmat qilishini umid qilaman. Alloh razı olsun. Nəhayət bugun programımız qisqa oldu, amma o'z nəhayət yaxshi bo'ldi. Bulunmaylıqa mən bək təsir qilgan nima desa, sizinki so'zlaringizdan vatandagi vaqtlam dadangizninki Sharq Turkiston to'g'riliq ochiq gapni qilolmay, bizning men Turpanlar o'zim Turpan borib shu masjidning ichidagi ko'kni ko'kizib, ya'ni shuni tushunish bo'ldiki, vatandagi cho'nglarimizning Sharq Turkiston deb bir yurtning borligini kesinlikle ishonganligini, qat'iylikqa bundan voz kechmaydiganligini, haqancha Xitoyning boshqarishi ostiga kirsima, faqat va faqat Xitoyning shu kuchli bismining ostida ching turib o'tib, yediki masalan sizga ochiq degan bo'lsa, o vaqtida siz chiqib uning aytgan eg'irlaringizda aytgan yoki kishi bo'lgan ekan. U yerda ham sizga ham oilangizga tamoman hech bir yerdan yo'qlamiz ziyon yetishi mumkin-da. Cho'nglaringizning Muşu Sharq Turkiston davosini sizga anglatish uchun chet elga chiqqan vaqtida nayt tafsil tushuntirganini ko'rib, nayt suyundim yani. Hozir vatanda nurg'un xalqimizningki bu Sharq Turkistonni bilib bilman, inshaalloh ashnato. Va bugungi programmamiz mishecha qildi inshaalloh. Sizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Hakikaten bu Sharq Turkistonni davosiga kirishni o'ylayotgan, kirib mingayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ash qarindoshlarimizningki qat'iy ikkilanmay Sharq Turkiston davosiga kirishini kesinlikle tavsiya qilaman. Va bugungi programmamiz mishecha bo'ldi. Kelar qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.